doim o'ynaydiganida aytib qo'yish kerak ekan. Ularda joyi bor ekan, qadrdib o'ynashar ekan. Mo kunga desa biz tayyormiz deb. Mashina. Va qadrdonlar hamma sog'lom bo'ladi. Ashuri aytyapti-yu, nima deb Boshlayapti tezroq kesinglar. Futbol a? Bo'ldi. Aytib bering. Qani. Esingdan chiqmaydimi Shuhrat? Shuhrat bey, nima bo'lyapti endi? Katta kishi olib ketdi. Boshliq oyinga 2 milliard bor. Unaqa katta pullar gapirmay o'tiring. Qanday ekansiz biz ham bilaylik. Oyinga 2 Jahon bozorida. Sofiya. Sofiya. Sof 2 milliard. Ya videoda o'chirib turaymikan? Bu gaplar. Sekretnik gaplar chiqib ketdi-yu. Ramazon sotilyapti deyapti. Hozir aksiyonga qo'yapti. Uni yo'q davlat ishlamasa? Yo'q. Yami Ma'murovlarniki. hozir kim sotyapti? O'zingga egalari bo'ladi. Ha, o'zi oladigani-da. Hozir mana atrofini parklik sotib oldi. Bozordan shu chiqishingga parklik. Nimalarni ham oldirib, sapga qo'yib olgan so'ng keladi.